O'zini hech qanaqa foizsiz, penyasiz, kakishda o'zini pul. Bu nima modellarga ochildi? M3, M3, M4 Sunray modellariga. Jack Sunray. Da. Xalqimiz sevgan M3, M4 modellarimizga ham bo'lib to'lash, ya'ni nasiya savdomiz ochildi. Buni ham to'liqroq ma'lumotini bugunchalik berib o'tamiz. Qanaqa bo'ladi tartibi, nima o'zi u, qanday olinishi kerak, oyiga qanchadan tushadi, boshlang'ich to'lovi bormi, yo'qmi? Bugun bizga yaqindan yordam beradigan G'olibjon bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Hozir o'zingiz aytganingizdek, M3larimizga nasiya savdo emas, agar 1 yilga olishsa, boshlang'ich 70% bilan rassrochka 1 tiyin foizsiz, penyasiz ustiga qo'shilmaydi. O'sha pulni o'zida. Ha, da. Demak, boshlang'ich 70% to'lansa, qolgan 30%ni 1 yil davomida o'zini pulini bo'lib to'lanadi. O'zini hech qanaqa foizsiz, penyasiz, kakishda o'zini pul. Bu nima modellarga ochildi? M3, M4 Sunray modellariga. Jack Sunray. Da. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, mana keling. Masalan, M3imizni 70% to'lov qilsangiz, bu примерно 151 million bo'ladi. Mana Aryan Finance Bank orqali faqat bu narsa bo'ladi. Aryan Finance Bank deyarli barcha viloyatlarimizda bor. Xuddi shunday Buxoro viloyatimizda ham o'zimizning eski kredi, ya'ni Buxoro savdo majmuasida. Ya'ni boshlang'ich 70%, bu so'mda hisoblaydigan bo'lsak 151 million, 1 yilga 0% bo'ldi. Hech qanaqa nimasiz. Yo'q, 1 yil juda kam, mana sharoitim yo'q unaqa to'lashga desangiz, deylik, masalan 1,5 yilga 4,5%. 2 yilga bo'lsin desangiz 9%, 3 yilga 13,5%, 4 yilga 15,5%, 5 yilga 17% dan bo'ladi. Boshlang'ich 70% ga bu faqat. Demak, minimalni 30% ham to'lasa bo'ladi. Da. 30% bilanchi desangiz, masalan, boshlang'ich 30% qilsangiz, 13,5% bilan chiqadi. Hozir bilsangiz, deyarli 90% banklar eng kami 26-25% dan boshlanadi. Yana bitta bu bankni yaxshi tomoni shundaki, sug'urtalari ham ancha yengilroq bo'ladi boshqa banklarga nisbatan. Hozir endi biz nasiya savdo o'zini pulni bo'lib to'lash deymiz-ku, bu через bank orqali bo'ladi. Через bank orqali, agar 1 yilga olsalar, u rassrochka bo'ladi. 1 yilga olsalar 70% to'lansa, 1 yilga olinsa, kakishda rassrochka bo'ladi. Demak, 2 yil, 3 yillik, 4 yillik, 5 yillikka rassrochka bo'lmaydi. Yo'q, u o'zi bankning o'zini mana o'zi belgilangan foizlari qo'shiladi. Masalan, mana 1 yilda 13,5% minadi. 1,5 yilda 17%, 2 yilda 19%, mana bu yerda qarab nima qilsangiz bo'ladi. Demak, 5 yilga 22. 30% desangiz qancha bo'ladi desangiz, masalan 65 million so'm bo'ladi. Boshlang'ich. Ha. Bu o'sha 1 yildan oshdiki, pena degan narsalar ham bo'ladi. Yo'q, bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Pena bo'lmaydimi? Yo'q, bunda bo'lmaydi. Yo'q, men 5 yillik olaman desam masalan. 5 yillik olib siz agar vaqtida to'lovlarni qilsangiz, 3 oygacha sizga hech narsa qilmaydi. Endi 3 oydan kechiksangiz ham da, o'sha sal bo'ladi. Pena. Bu pena degan narsa ko'pchilikda o'zi ko'pchilikka unchalik yoqmaydigan narsa. Shu masala bo'yicha sal o'zi chuqurroq so'rayotganim ma'nosi ham shunda. O'sha pena bo'ladimi, yo'qmi, to'layolmasam vaqtida. Masalan, kimdir masalan M3imiz kimdir 15 kun kechikadi bo'ldi. 215 million 460 million so'm. Boshlang'ich deylik, kamroq 30% bilan boshlab ko'rsatamiz. Masalan, necha yil qilamiz? 5 yillik. Uzog'i 5 yillik bo'ladi, eslashtoga. 5 yillik. 5 yillikda hozir foizni bitta ko'raylik bu yerdan. Sal 26%. Tak, 5 yillikda 26% bo'lar ekan. 24,5. Yo'q. Boshlang'ich 30% deyapsiz-ku. Boshlang'ich 30%, tak 24,5. 24. Endi bu yoqqa 24,5 qilamiz. Tak, sortda примерно mana bunaqa bo'ladi. 6 million taxminan 5 yilga. Примерно aytilyapti bu. Tak, dальше. Mana endi mana bunaqa holat bo'ladi. Deylik, bu 6 oy imtiyozli davr ketyapti. Buni o'zingiz xohlasangiz qo'shsangiz bo'ladi. Bank o'zi sizdan so'raydi, aka deydi. 5 yilga kredit olyapsiz. Xohlasangiz imtiyozli davr bo'ladi, xohlasangiz yo'q. Bu oladigan odamni, ya'ni oluvchiga bu narsa bog'liq. Siz xo'p desangiz bo'ladi, yo'q desangiz yo'q. Bu hammasi o'zingizga bog'liq. Deylik, 6 oy imtiyozli davr bo'ladi desangiz,
6 oy 3 milliondan chiqadi. Dalshi 4,5 yil 4 million 600 dan bir xil ketadi. Ko'paymaydi, kamaymaydi. Yana bitta shu yerda narsani aytish kerakki, deylik pulingiz bo'lib qoldi, sharoitingiz yaxshi, tam Rossiyadan o'g'lingiz pul sotdi, yoki tam molingizni sotdingiz yoki eski mashinangizni sotdingiz, pul kelib qoldi. Ketirib bir martada to'lab, uni o'sha 5 yilga emas, 1 yil yoki 2 yilga to'lasangiz ham bo'ladi. O'sha 1 yillik yoki 2 yillik foizini to'laysiz, tamom. Ortiqcha 1 tiyin to'lamaysiz. Yana bitta plyusi, o'sha 1 yil 5 yilga olibsiz yoki 1 yilga yopsangiz, qolgan 4 yilni sug'urtasini ham qaytib beradi. Допустим, sug'urtamiz 6 million bo'ldi 5 yilga. 4 yilni qaytib 1 yilda yopganingizdan keyin 4 yilni sug'urtasini qaytib beradi. Примерно 4,5 million pulni. Agar yana qayergadir shu joyda tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada yozsangiz, biz sizga yana batafsil ma'lumot beramiz. Qarang, 1 yillik sug'urta qancha bo'ladi? Taxminan 5 yillik farq qiladimi? Ha. Demak, o'zi 1 yillik juda kam bo'ladi. Masalan, o'zi deylik, o'zi oltini 4 ga bo'lsak, примерно 1 million, 1,5 million, lekin 1 yillik примерно mana agar to'g'ri hisoblagan bo'lsam 1 million 300, 1 million 400 atrofida, undan ham kamroq bo'ladi. Chunki 1 yillikda bankning riski juda ham kam bo'ladi. Ha, 5 yillik olib turib 1 yilga yopsam, men sug'urtani qaytib olib olamanmi? Bemalol 100% olib olasiz. Olib olaman. Luboy bankdan olib olamanmi yo faqat undanmi? Siz mana bu uslublar bo'yicha olmoqchi bo'lsangiz, Allianz Finans bankdan bu narsani olasiz. Agar siz boshqa bankdan olsangiz ham, bu sug'urta o'sha, ya'ni avtokredit sug'urtasi, chunki bu juda katta summa bo'ladi, обычный sug'urtalarga nisbatan. Shuning uchun bu sug'urtani qaytarish ehtimoli 78%. Juda yuqori. 50% dan qancha yuqoriligini tushunyapsiz menimcha. Bu ana unaqa 40 minglik sug'urta emas bu. Bu masalan oddiy 1 yilligini o'zi salkam 1,5 million bo'lyapti. Bu degani u berishga shart va majbur. Chunki siz normalligini summa to'layapsiz. Ha, tushunarli. Demak, hozir biz Jack M3, M4, Jack Sandray modellarimizga ularni van variantiga ham, xuddi shu Jack M3 va Jack M4larimizni van varianti ham bor. Ya'ni odam tashiydigan emas, yuk tashiydigan. Xuddi Damas'larimizda bor, hozir yangi chiqqan agar bilsangiz, oynalik bo'lmaydi, orqasi metal. Ya'ni yuk tashsangiz bo'ladi. Shunaqa variantlar ham bor. Ularda ham bo'ladi. Ularga ham bo'ladi. Demak, 1 yildan 5 yilgacha olsa bo'ladi. To'g'ri. Agar 1 yillik olaman desalar, boshlang'ich 70% to'lasalar, 0% ga qolganini Shunaqa to'lab to'laymiz. Qolgan agar 2 yilga olaman desalar ham, men o'ylashim bo'yicha katta summa chiqmayapti o'ra. O'z 2 yillikni keling shuni to'g'ridan to'g'ri aniq narsani aytaylik. Tak. Masalan, Jack M3ni men 3 yilga olmoqchiman. Boshlang'ich qancha bilan hisoblaymiz? Boshlang'ich boring 50% qay. 50% bilan masalan. 50% bilan. Tak, 3 yillikka 17,5% ekan mana. Qani? 3 yillikka Yo, yilni ko'rsataylik. Foizini boshlang'ich 50%. Boshlang'ich mana 50%, mana bu yoqqa kelamiz. 1 yilga 6,5%. 1 yilga 6,5%, 2 yilga 12%, 14,5%, 3 yil 17,50. Mana ana bu narsa 17,5 deyiladi. Endi bu yoqqa oyma-oy qancha chiqishini o'zim sizlarga hisoblab beraman. Tak, значит, boshlang'ich 50% qilamiz. 3 yilga 17,5 edi adashmasam. O'shaymi? 17,5. Mana qarang, sug'urtaga men tekkanim yo'q, avtomatik sug'urta kamaldi. Mana yil nimaga bu sug'urta kamaladi degan, mana hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, men faqat o'sha foizini, oyini taxladim. Men bu yoqqa men tekkanim yo'q, mana hozir qo'lim bu yoqda mana. Avtomatik sug'urta 5 million 100 bo'ldi. Bu yana hali kamaladi. Bu yerda просто plus minusi bor. Bu mana примерно 4700, 4600 atrofida bo'ladi. Demak, talishga ketdik. Buni qarang endi. Boshlang'ich 50% bilan 6 oy 1 million 500 dan, ya'ni 1,5 milliondan imtiyozli davr. Hozir aytganimdek, xohlang qo'ying, xohlang yo'q. Dalshi 2,5 yil 4 million 400 dan bir xil ketadi, ko'paymaydi, kamaymaydi. Mana. Dalshi 2,5 yil. Da. 2,5 million 400. Pulingiz bo'lganda buni ham xuddi shunday, o'sha 1 yil yoki 2 yilga olib tashlasangiz ham bo'ladi. O'sha 1 yillik yoki 2 yillik foiz to'lanadi, bo'ldi. Shuni ham yaxshi. Demak, biz M3, M4larni ko'rsatib bilamizmi? Конечно, bilamiz. Bitta ko'rsatib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni beraylik. Uje men xalqqa uje ko'rsatish menimcha unchalik ham
kerak narsa emas. Chunki hamma biladi-da buni, lekin buni olib qarasak, yana bir marta ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Parametrlarni, motorlarini, ichki qismlarini ko'rsatib o'tamiz. M3, M4larni faqat ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar hozir. Mashinani yaqindan sizlarga ko'rsatib obzor qilib o'tamiz. Bu yo'l parametrlarni tushundingizlar degan umidamiz. Tushunmagan bo'lsangiz kommentariyada savol bersalaringiz yoki men pastdagi raqam qo'yaman, o'shanga raqamga telefon qilsalaringiz, xudo xolasa G'olibjonning o'zlari sizlarga qo'shimcha bergan savollaringizga to'liq javob beradilar. Albatta. Ketdikmi bo'lsa, G'olib? M3lar haqida ozgina ma'lumot berib o'ting. Mana o'sha sizlar bilgan, ko'rgan M3larimiz anchagina yangilangan. Avval mana bu yerda plastmassa edi, hozir mana nikellari bilan hadoylarda ham ancha o'zgarishlar bor. Balonlarimiz ancha yumshoq bo'lgan avvalgiga nisbatan. Qanaqa balon qo'ygan? Chaoyang. Chaoyang. Bu o'sha Xitoyning eng yangi, nima deydi, eng yuqori brendi. Zo'r. Mana ko'rib turganingizdek o'sha 1.8 motorlarda bo'ladi, seplik, ya'ni zubchat emas, seplik bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ranglari xilma-xil, hammasi tayyor. 1.8 motor, atmosferniy, 9 kishilik, B kategoriyada haydasa bo'ladi. Aynan shu modellarimizni van varianti ham bor, xuddi shu narsa bo'ladi-da. Oyna emas, temirlik bo'ladi. U faqat yuk tashish uchun, ya'ni kommersiya ishlar uchun yoki biznes yoki tadbirkorlar ishlatish uchun qulay mashina. Demak, mashinamiz hammasi sotuvda tayyor. M3larimiz, M4larimiz va Sunray'larimiz 9 va 16 mestaligi bor. Bu nima skeletga o'xshab taqlatib qo'yganlar? Bu o'sha jak bortoylarimizni tentovka varianti. Bu bemalol o'sha yig'ilishini bizga klientlarga ko'rsatish uchun o'sha tentini tashlamaganmiz, ustiga tent tashlasangiz bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, bu bemalol yig'ishtirsa bo'ladigan zontite mana. Bemalol bitta qo'lda, bemalol buni ayol kishi ham yig'ishtira biladi. Qiyin narsa emas. Qo'tirib qo'y. Ya'ni bortoylarimizni, o'sha X200 bortoylarimizni tentovka varianti. Mana bu furgon varianti. Bu esa Jak G3. Yani, shumi? Bu o'sha 3,5 tonnalik kattaroq bortoy so'raganlar uchun. Bu Isuzuga nisbatan ancha katta bo'ladi. Kitobda yozilishi 3,5 tonna, 5,5 tonnagacha ko'taradi. Eng asosiysi aynan mana shu modelimiz $25,000 narxi 1 tiyin foizsiz o'zini bo'lib to'lashga 15 oyga beriladi. Boshlang'ich $15,000 qilsangiz 10 mingini 1 yilga foizsiz, peniyasiz, banksiz o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib beriladi. Aynan shumi yana arzonroq, yana bor deganlar uchun BAF bortoyimiz. Bu qo'sh balon, borti uzun, boshqa bortlarga nisbatan buni bortining uzunligi 3.78, eniga 1.76. Bunda 1.6 tons motor bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 18,000. Buni ham bo'lib to'lashga beramiz. Boshlang'ich $10,000, 8,000 ga 1 yilga foizsiz, peniyasiz, banksiz, hech qanaqa ustiga ustamassiz. Qolgan bortoylarimiz hozir o'zimiz tushuntirib o'tirganimizdek Gnasiya savdo yoki bank orqali avtokredit bo'ladi. M3larimizni ham aytib o'tdik. 1 yilda agar 70% to'lov bo'lsa, o'zining pulini bo'lib to'lashga beriladi. Qolgan 2 yil yoki 3 yilga уже avtokredit bo'ladi. Qisqasi do'stlarim, bemalol kelib tashib yurib, mashinani ustida o'z ko'zlaringiz bilan kompyuterda grafikni ko'rib, qancha bermoqsizlar, nima bermoqsizlar, o'shani hisoblattirib, bemalol aniq qilib olsalaringiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotni o'sha pastdagi raqamlarga telefon qilsalaringiz, sizlarga lokatsiya ham tashib berishadi yoki telefondan qanaqadir savollaringiz bo'lsa, tushuntirib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qolgan ma'lumotlarni kommentariyada savollarni yozib ketsalaringiz bo'ladi. Sog' bo'linglar.